hoş geldin evimize Ramazan. Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem hadisida shundoq rivoyat qiladi. Jibril alayhissalom menga keldi va Allah sana salom etdi va mundoq dedi: Banda mening huzurimda namozga turib Allohu akbar deganida uning bilan o'ttirimizdagi pardani ko'tarib etaman. Banda alhamdu deganida Allah hamdi kimga xosdir deb so'raydi. Banda lillahi deb javob berdi. Rob Allah kimdir deb so'rag'anida banda Robbul alamin deydi. Va u Rob olamlarning Robbi kim deb so'raydi. Banda Ar-Rahmanir Rahim deb javob berdi. Va u Rob Rahman va Rahim bo'lgan kimdir deb so'raydi. Banda Maliki Yawmiddin deb javob berdi. Buningga qarta Allah ey bandam qiyomat kunining egisi mana men deydi. Ondan banda faqat sana ibodat qilamiz va sendan yordam talab qilamiz deydi. Allah ey bandam sen menga ibodat qilib mendan yordam so'raysan. Undaqda xoliqingni mendan so'ra ki sana berilsin deydi. Banda ihdina bizni hidoyat qil deydi. Allah qaysi hidoyatni xohlaysan deb so'raydi. Banda siratal mustaqim ya'ni to'g'ri yo'lni deydi. Allah buningga javoban qaysi yo'lni xohlaysan deb so'raydi. Banda sen in'om qilganlarning yo'liga boshlagan deydi. Allah ey farishtalarim sizlar müşahid bulunlar ki bu bendemni men nimet bergen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler bilen birge kıldım deydi. Bende nesinin gazibinge yoluqqanlar ve azğanlarının yoluğa emas deydi. Allah yana bir qatım periştelerge sizler guvah bulunlar ki men bu bendemni in'am qilgan kishilarning qatoridan qildim. G'azibimga yo'liqqan va azg'an kishilardan qilmadim deydi. Banda amin deydi. Va uning bilan birlikda butun farishtalarmi amin deydi. Shundoq biz qanchalik to'g'ri yo'lni xohlasak, shunchalik to'g'ri yo'lni topalaymiz. Balkim shu an qalblarimiz umidsizliklar bilan to'lgan bo'lishi mumkin. Ammo mutlaq shundoq bir kun keladiki, sen bugun xiyolini qilgan xotirjamlik va go'zal armonlaringni yashaysan. Chunki Alloh Qur'oni Karimda shundoq deydi: Estaizu billah la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sizlar jazman bir holdan yana bir holga yo'tkilib tursizlar. Shundoq yani bir haldan başka bir halga, bir qiyinchilikdan keyin başka bir osonlikqa, bir qayg'udan keyin başka bir xo'shallikqa. Balkim eng qiyin vaqt ichida yolg'iz bo'g'ilib his qilsangizmi, shuni unutma. Ni'matlar bilan mukofotlantirilganlar qatoridasiz. Chunki dal qalblar umidsizliklar bilan to'lgan, chorisizlik hayotimizni asir olgan va tasvirsiz bearamchilik his tuyg'ulari ichimizni parcha-parcha qilayotgan dal bu daqiqalar. Xuddi hech bir chiqish yo'li yo'qdek, keyni chiqmas zulmatlik bir ko'chaga yolg'iz yegani band bo'lib qolgandek, o'z-o'zingiz bilan zukunlashayotgan dal mushu mezgilda sizga Rahman va Rahim bo'lgan zot tarafidan xush muboraklar bo'lsin. Ki sizni va bizni eng qimmatli kunlar, hatto daqiq va sekundlarni o'z ichiga olgan oylarning sultoni Ramazon oyiga muvaffaq qilish oldida. Allohu akbar degan bir so'z bilan tang u sulton, u mehribon zot bilan o'ttiringizdagi parda qoldiriladi.
Şunun bilen tangla özünüzdeki yigani ve yalğuzluq, biçara ve mezlumluq his tuyg'ularingizdan sırğıp çıkıp elhamdülillah diyeleydigan ve onun bilen birge şeytanlarning bağlanıp rahmatlarning sim tökülüvatqanligini qalbingizdan his qila alaydigan ve faqat o zat sizning Rabbingizdek ve sizli onun bendisidek xalisiniz Rabbim deb erkelep durup iltica qiladigan, xalisiniz öksüp durup tartqan riyazatlarınız, çekken zulümlerinizden şikayet qila alaydigan ve Rabbiniz sizni quruq qayturmaydigan, beşini rahmet, o'ttirini mag'firat, oxirini ijobat daqiqalari bilan to'ldirish orqali sizga naqadar mehribon ekanligini eng aziz mehmoniga siz ve bizlarni sohibxon qilish bilan eslatyotidi. Ey aziz do'stim, ushbu Ramazon-i muborak uchun sizga kalomullahdan munu zikrullohni hadiya qilay. Estaizu billah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz haqiqatan inson yaratdik. Biz onun ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz onun jon tomiridan yaqindurmiz. Endi u zotning sizga qon tomiringizdan yaqin ekanligini, bütün mevcudat, hatta en yakınlarınız hem sizni tashlag'inida amaliyotda o zatning sizni hech qachon tashlab qo'ymaganligini o'ylang. Andin cho'nqur bir nafas eling. Cho'qim sizmi mendek tariyib ketgan qalbingizga bir rohatlikning kirganligini his qila olgan bo'lishingiz mumkin. Endi her vaqt sizni yolg'iz qo'ymagan o zatni unutib, sizni tashlab ketadigan fani narsalar va kishilar uchun o zatni ranjitib qo'ygan bo'lsangiz, darhol afu so'rang. Qalbingizning yana bir qatim bo'shqini titraganini his qilasiz va xuddi Rabbingiz sizga qarab suyunayotgandek bir his tuyg'uga cho'mgan bo'lsangiz, samoga qarangda Rabbim deb pichirlagancha tabassum qiling ve ol zatning mehmoni, aylarning sultoni Ramazon-i sharifni en güzel tuyg'ularingiz bilan kutib eling do'stim. Hammamizning Ramazon oyi muborak bo'lsin. Allah bereketli qilsin.